Xudo xohlasa nasib 2 yildan keyin menga bunday muomala qila olmaysizlar. Men yo'l qo'ymayman bunday muomala qilishlaringga. To'g'ri, meni hozir hech kim tanimas, videolarim ham rekka chiqmas, lekin har doim shunday bo'ladi degani emas. Mayli hozir 100 ta prosmotr bo'lar, keyin 200 taga chiqadi. Lekin birovlarga o'xshab yig'lab video qo'yib, kimdirlarning videosini chopib ko'tarilgandan ko'ra yaxshi. Men aybim o'z o'yinimni ko'rsatib, o'z kuchim bilan ko'tarilmoqchi bo'lganim. Chunki kimdirlarga o'xshab hayp qilib, kimdirlarga osilib ko'tarilsam bo'lardi, yoki kimdirlarni so'kib chiqqanda men ham tez ko'tarilib ketardim. Chunki bu O'zbekistonda tez ko'tarilish yo'lga aylanib bo'lgan. Lekin menga shunisi qulay, o'z kuchim bilan chekka-chekkada ko'tarilsam ham bo'laveradi. Agar malol kelmasa, siz ham obuna bo'lib qo'ying. Haypajorlarning videosidan zeriksangiz, meni videolarimga ham poddeshka qilib turasiz.